Manparga usta kelin deya hammadan maqtov eshittirgan o'zmanpar retseptim bilan bo'lishaman. Marhamat, go'shtlarimizni olib, ingichka parrak-parrak qilib to'g'rab olamiz. Piyozimizni ham yonmachasiga uyg'urcha uslubda to'g'raymiz. Svetofor bolgarskiy, oq turp, basey karomi, hammasini mana shu videoda ko'rsatilgandek qilib katta-katta yirik shaklda to'g'rab olamiz. Faqat basey karomlarimizni yumshoq joylarini kesib tashab, qattiq joylarini to'g'raymiz. Yumshoq joylari ortib qolganlardan esa xohlasangiz salatkaga ishlatsangiz ham bo'laveradi. Seldirlarimizni ham yirik-yirik qilib to'g'rab olamiz. Slishka maydalash shart emas va 3 dona zubchik chesnokimizni ham mana shundoq to'g'rab olamiz. Hamma mahsulotlarimizni to'g'rab tayyorlab olganimizdan keyin qozonga 1 cho'mich yog' solib qizdirib, birinchi go'shtlarimizni solamiz. Selini tortgach, 2 osh qoshiq soya solib, og'zini yopib dimlab qo'yamiz va 10 minutdan keyin ochib, 2 ta chesnokimizni to'g'rab solamiz va piyozimizni ham solib, 1 osh qoshiq tomat solib, birpas qovuramiz. Ketidan esa hamma sabzavotlarimizni ketma-ket, birinchi oq turp, keyin basey karom, eng oxirida esa svetofor bolgarskiylarimizni solamiz va ketidan esa seldir bilan chesnoklarimizni ham solib, pripravalar solib, qaynagan suvimizni solamiz. Aytgancha bunga zvyozdochka solish esingizdan chiqmasin. Yarim soat qaynatgach tagini o'chiramiz.